Assalomu alaykum. Hammaga ma'lumki, Prezident maktabi, Alxoruz maktab iqtisodlashgan maktab imtihoniga juda kam muddat qoldi. Ko'pchilik hozir o'zi uchun maxsus bilimini tezlashtirib oshiradigan kurslar qidiryapti. Shuning uchun jamoamiz bilan tayyorlagan kurslarimizni sizlarga tushuntiraman. Demak, hozirda biz tezlashtirilgan kurs tashkil qildik va Alxorizmiy maktab imtihonigacha davom etadi. Ya'ni 11 taxminan 10-11 iyulgacha davom etadi. Ya'ni bu kanalda nimalar bor? Bu kanalda Prezident maktabi, Alxoruz maktabi, iqtisodlashgan maktab kerak bo'lgan eng muhim mavzular, video darslari va vazifalari bor va har kuni test berib boriladi tahlillari bilan o'sha Alxorizmiy maktabda imtihonigacha. Tushunarli? Har kuni test beriladi, tahlillari beriladi, o'rganib borsa bo'ladi. Va bu kanalda afzalliklaridan yana biri 2023-yilda o'tgan darslari mana 41 mavzu bo'lsa, 41 mavzuni har birida 2-3tadan video desak ham 100 dan ortiq, 200 ga yaqin video darslarni jamlaganman. Ichida turibdi mana shu kanalda. Bemalol masalan ulangan o'quvchi foydalanib, o'zi qaysi mavzuda muammosi bo'lsa, bo'shliqlari bo'lsa o'rganib, bilimini oshirib olsa bo'ladi. Bundan tashqari eng muhim narsasi bu kursda men bu kanalga 2024-yil, 2025-yilda o'tgan eng muhim mavzularni ham qo'shib boryapman. Prezident maktabi imtihoniga, Xorazmiy va iqtisod maktablariga tayyorlanish uchun va shu yilgi darslarni men namunaviy savollar va aynan imtihonda tushgan savollarni ham o'quvchilarga o'rgatib boryapman. Ya'ni jamoadagi ustozlarimiz ham o'rgatib borishyapti. Masalan, mana videolarda ko'rishlaringiz mumkin. Bu natural sonlar, xona birliklariga oid demak o'tilgan darslarimiz aynan imtihon savollariga yaqin moslashtirib tuzilgan. Mashqlar, mazmunli savollar imtihonlarda tushgan. Hamma bilsa kerak. Demak, bu yerda raqamlari yig'indisi, xona birliklari, necha xonali son, kitob sahifalash, sanashga oid mashqlar va bundan tashqari vazifalar ham beramiz o'quvchilarga. Bunaqa vazifalar beriladi, mana ko'rsanglar bo'ladi. Natural sonlarga oid vazifalar. Aynan imtihon savollariga moslashtirib tuzib chiqilgan bular. Bundan tashqari mana bunaqa vazifalar ham beramiz. Mana. Buni savollar imtihonlarda uchraganda, mana. Xorazmiy iqtisod, Prezident maktab imtihonlarida uchraydi. Shuning uchun o'quvchilarga o'rgatib, vazifa qilib, tahlillar jarayonida o'rgatib borilyapti shunaqa vazifalar. Bundan tashqari har kuni o'rtacha 30 talik, 40 talik ikkitadan test yechyapti mana bunaqa. O'rtacha 30 ta, 40 ta savoldan iborat bo'lgan, demak, ikkita test yechishyapti o'quvchilar kuniga. Ko'rishlaringiz mumkin. Bu 40 talik, bundan tashqari bunaqa 40 talik testlardan ham yechishyapti. Ya'ni jamoamiz bilan tayyorlaganmiz buni, aynan imtihon savollariga moslashtirib, namunaviy savollar asosida tuzib chiqqanmiz buni. Albatta, bularni yechib chiqqan bola ancha kuchli bilimga ega bo'ladi, tayyorlansa. Ya'ni bu biz o'sha tezlashtirilgan kursda ham mana shu testlarni har kuni berib boraman. Qoldiq qoid masalalar mana har xil turlarini jamlab chiqqanman. Ya'ni bu imtihonlarda ham kelib qolishi mumkin bunaqa savollar. Bilasizlar, imtihon savollariga moslashtirib tuzilgan. Aynan imtihonga tayyorlanish uchun maxsus tezlashtirilganini ham tashkil qildik. Ko'pchilik aytdi, uchuvchi do'stlar narxi qimmat ekan, sizlar bizga imkon qilib beringlar deb aytganlarim bo'ldi. Shuning uchun ushbu tezlashtirilgan kurs tashkil qildim-da, uchuvchi do'stlar kursimizda beriladigan hamma test va tahlillarni bunda ham berib boraman, lekin bu bizada Al-Xorazmiy maktab imtihonigacha davom etadi. Uchuvchi do'stlar kursi esa Prezident maktab asosiy bosqichi imtihonigacha davom etadi. Demak, bu hozir qisqacha tezlashtirilgan kurs haqida. Mana hozir 22 ta mavzuni tuzib chiqdim. Endi bularning ham videolarini joylab chiqishim kerak. Hozir 2 ta mavzuni joyladim. Qoldiqli bo'lish bilan natural sonlar. Qoldiqli bo'lishda ham juda zo'r videolar bor, mana bunaqa vazifalar bor. Mana imtihonda mana shunday savollar demak bizlar uchragan. Mana ko'rishlaringiz mumkin. O'quvchilarga biz o'rgatib, tushuntirib boryapmiz imtihonga tayyorgarlik uchun. Xo'sh, demak, bizlar yana aytdim, 22 ta mavzuni ham mana eng muhim mavzular 2025-2024-yilda o'tilgan video darslarimni ham joylab mana shu xaritaga qo'yib qo'yaman. Bemalol imtihongacha o'quvchilar video o'zida qaysi mavzuda muammo bo'lsa o'rganib, tayyorlanib borsa bo'ladi aynan shu kursda. Demak, Al-Xorazmiy maktab imtihonigacha davom etadi. Endi uchuvchi do'stlar kursini tanishtirib o'tsam, uchuvchi do'stlar kursimizda bizada bu 16-iyunda boshlandi. Bunda o'sha 16-iyundan beri hamma video darsliklar jamlangan. Mavzular, mana vazifalar, testlar beriladi. 30 talik kuniga 2 tadan o'rtacha mana imtihonda tushishi mumkin bo'lgan Al-Xorazmiy savollari, iqtisodlashgan maktab savollarini berib boramiz. Videolari mana bunaqa saralash testlaridan berib boramiz o'quvchilarga.
jamoamiz bilan tayyorlagan, imtihon savollariga yaqin qilib tuzilgan profili har kunlik testlar, tahlillar beriladi va demak kechki 19:00dan keyin bizada demak darslar bo'lib o'tadi. Bu demak uchuvchi do'stlar. Masalan, harakatga oid mavzu o'tdim yaqinda. Mana bunaqa imtihonga tushishi mumkin bo'lgan savollardan ham demak jamlab chiqdim, ichiga qo'shdim, o'quvchilarga o'rgatib bordik shularni. Demak bu demak uchuvchi do'stlar kursi har kuni dars ingliz tili ham bo'ladi, muammoni hal qilish, tanqidiy fikrlash, mantiqiy matematika. Bu asosiy bosqich 26 taxmin qilyapmiz, iyul o'shangacha davom etadi. Tezlashtirilgani esa 11 taxminan iyulgacha, ya'ni alifbo maktab imtihonigacha davom etadi. Endi shunga qarab narxida farq qiladi ikkalasini va uchuvchi do'stlar kursida nazorat bor. Tezlashtirilganda nazorat yo'q. O'quvchilar ularni o'zi xohlagancha o'rganaveradi, lekin uchuvchi do'stlarda premium kursida bizada nazorat bor va premium kursini xarid qilganlarga boya aytgan tezlashtirilgan kursimni tekinga beraman. O'sha uchuvchi do'stlar premiumni xarid qilsa, tezlashtirilgan kursni tekinga oladi. Tushunyapsizlar? Demak, premium kursda qanday afzalliklari bo'lsa-lar, u kursda demak bizada nazorat bor. Nazorat. Qanaqa desanglar, mana bunaqa guruh bo'ladi. Guruh bo'lsa, guruhda o'rtacha 30 ta desak, mana bunaqa nazorat qilib borlar vazifasi. Asosiy vazifa ota-onaga yaxshilik ko'rishini aytish, kitob o'qish, yaxshilik qilish, mana foizlar berib boradi. Eng yuqori ball yig'ganlar 100%lik keyingi kurslarda bepul o'qiydi. Kitob yutib olishi mumkin. Foydali tomonlari juda ko'p. Va bunaqa nazoratchilar vazifalarni eslatib boradi o'quvchilarga va vazifalarni o'quvchilar qilib boradi. Demak, premium kursida bor bu uchuvchi do'stlarni. Va bundan tashqari haftada 2 marta amaliyot darsi va 1 soat, 1,5 soatdan davom etadi. Bu asosiy darsga qo'shimcha dars. Bu tezlashtirilganda ham yo'q. Va uchuvchi do'stlar standart tarifida ham yo'q. Faqat premiumda bor. Haftada 2 marta 1,5 soatlik qo'shimcha amaliyot darslari va nazorat bor. Va premiumda plyus tarafi Al-Xorazmiy maktab. Prezident maktab solishmay tezlashtirilgan video darsda kanal dedimi boya xaritalarni ko'rsatdim, testlarni ko'rsatdim, o'sha tekinga beriladi. Endi narxlari bilan tanishtiradigan bo'lsam, mana tezlashtirilgan taxminan shu 11 iyulgacha davom etadi. Al-Xorazmiy maktab imtihon tugaguncha va standart va premium tarif uchuvchi do'stlar kursini tariflari bular imtihongacha taxminan 26 iyul orasida 15 kun bor, 2 barobar ko'proq davom etadi. Endi narxlarini ko'radigan bo'lsak, tezlashtirilgan kurs har kunlik imtihon namunasidagi test va tahlillar, Prezident maktab, Al-Xorazmiy maktabga eng kerakli mavzularni video darslari. Eng kerakli kursdim-ku bo'yna 41 ta video darslar xaritasi va 22 ta eng muhim shu yil o'tilgan darslar endi joylab demak xarita qilindi. Demak, o'quvchilar kirib o'rganishi mumkin va buni narxi 250 minglik 20% chegirma bermoqchiman. Demak, 200 ming narxda xarid qilsanglar bo'ladi. 11 iyulgacha olasizlar, o'rganib chiqsanglar bo'ladi. Tushunarli? Demak, kanal keyin imtihondan keyin o'chiriladi. O'shangacha o'rganib mustahkamlab olsa bo'ladi. Endi standart tarifidachi har kunlik test va tahlillar shu boya ko'rsatgan uchuvchi do'stlar kursiga ulanadi kanaliga. O'sha kanalda test tahlillarni ko'radi, darsga qatnashadi, har kun videosidan o'rganadi, testlarni yechadi, lekin bular uchun alohida guruh yo'q. Premiumda nima bo'ladi? Premiumda o'sha tezlashtirilgan kursi bepulga beriladi, aytganimdek. Bundan tashqari standart tarifidagi hammasi bor. Har kunlik dars, test tahlillari o'sha maxsus kanalga ulanadi va bunda haftada 2 marta davom etadigan amaliyot darslari bor premiumda. 1,5-2 soatdan davom etadi. 1 soat, 1,5 soat, 2 soat va bu qo'shimcha tarzda bo'ladi. Eng kerakli mavzular o'tiladi, o'quvchilar bilan individual tarzda yondashadi alohida, tajribali ustozlar, foydali tarafi ko'p va guruhlarga ajratiladi. Alohida nazoratchi bor, qo'shimcha o'qituvchi bor, nazorat qilinadi. Shuning uchun narxi biroz qimmatroq. Va asl narx 600 ming, lekin imtihon yaqin qolgancha 497 mingdan beramiz sizlarga. Xarid qilsanglar bo'ladi. Demak, standart tarifini agar masalan olmoqchi bo'lsanglar, mayli bizga amaliyot kerak emas, 2 marta bo'ladigan haftada qo'shimcha dars, nazorat kerak emas desanglar, 347 mingga olasizlar standart tarifini. Testlarni yechib tahlilni o'zi yetadi desanglar. Atak Al-Xorazmiy maktabigacha tayyorlayman. Menga faqat saralash bosqichigacha yoki iqtisodlashgan maktabgacha imtihoniga tayyorlasam bo'ldi, menga yog'i kerak emas desanglar, sizlarga tezlashtirilgan kurs taqdim etaman. Bunda bizada 2023-yilda o'tilgan ko'p video darslari, 100 dan oshiq video darslar va 2025-2024 o'tilgan yangi imtihon formatiga moslashtirilgan video darslar
qo'lga kiritasizlar, o'rgansa bo'ladi va har kuni imtihongacha test yechadi. O'rtacha ikkita 40talik testlardan tezlashtirilganda. Eng qulay, lekin Prezident maktabga tayyorlanayotgani uchun premium nimaga desanglar, tezlashtirilgan tekinga olasizlar. Undan tashqari amaliyot nazoratlari ham o'z ichiga oladi. Demak, narxlarini tanishtirdim. Hammaga ma'qul keladigan bo'lsa, demak barchani kursda kutib qolaman. Menejerga yozib qo'yasizlar. Demak, hammaga rahmat.